Qo'ldan tagidan noto'g'ri hidlar chiqyaptimi? U odam o'zi bilavering, qayerdadir muammosi bor. Terlash o'zi nima? Terlash o'zi nima deganda, o'zi terlash sog'lom odamdan hid kelmaydi. Qo'ltig'im tegi terlaydimi? Kelmaydi. Yoniga yaqinlashdimi hidi kelyapti. Demak, u kasal. Unda kasallik bor. Sog'lom insonda terdan hid kelmaydi. Endi bunga o'sha yechim bormi deyishyapti. Yechimi shu oq toshni olib, suvga solib, bukstirib, tampon qilib bitta surib qo'ysa bir haftada bir marta ham. Bu ham terlashim kerak, har kun surishmaydi. Uni ham tartibi bor. Hidlanishiga ham shu to'g'ri ovqatlanish yana bir bor aytaman. Nima qilaylik deyishyapti. To'g'ri ovqatlaning. Ertalab 8:30 gacha nonushta qiling. Xo'p. Suvni 2,5-3 litr tartibga qo'ying. Xo'p, bu bittami? Kuniga bir mahal hojatga kirishingiz kerak. U narsaga kirish uchun nima qilishingiz kerak? Ko'proq nonushtada ham iloji bo'lsa kletchatka yeng. Kletchatka o'sha ko'k piyozmi, hozir ukurov podog'ish O'zbekistonda yeng shuni. Bodringni bitta yeb qo'ying. Tushli obedda, tushda misol uchun bitta kosa oshga o'zi qoidasi o'zbekcha qilib tushuntiraman. Bitta kosa oshga ikkita kosa meva bo'lishi kerak, tam zelin bo'lishi kerak. Ana shunda aralashtirib sizda unaqa noxush hiddan bo'lmaydi. Ichingiz ham to'g'ri ishlaydi. To'g'ri vyraботка bo'ladi, noxush hid bo'lmaydi.